Bugun ertalabdan vaqtli turib hovlini supurdim qizlar. Ertalab vaqtli necha turdim deb o'ylaysizlar? Albatta 7da turib xo'jayinim ishga jo'natib, 10larda chiqib hovlini supurdim. Chunki o'sha ko'cha ertalab juda ham sovuqda, shu 10da ham chiqib supurganimda so'qatdimda, salqinda. Menga unaqa to'g'risini aytaman, yotib olib ish qilmayman. O'zimni qo'limdan kelgancha, sog'lig'im ko'targancha ish qilaman. Biz hovlida 3ta o'sin turganimiz uchun ko'makdan qilamiz desam to'g'riroq bo'ladi. Ular uylar yig'ishtiradi, men hovlilar supurib yig'ishtiraman. Bir-birimizni ishimizga xalaqit bermagan holda. Biz shunaqamiz. Hamma ishlarim bo'lib, sekin-keyin Muhammad Solih bilan poliklinikaga chiqdim. Albatta o'zimni sog'lig'imni tekshirtirish uchun, chunki shu kunlarda boshim ko'p og'rib, boshim aylanyapti. Qonimni bir tekshirtiray, qonim tushib ketibdi shekilli desam, qonim normalniy chiqdi, 8 chiqdi. Albatta xudo xolasa sizlar uchun zo'r yangiligimiz bor. Albatta vaqt soat kelsa albatta aytaman. Xudo xolasa 2025-yilga surpriz bo'ladi inshaalloh. Sizlar bu yangiligimni nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikrlaringni yozib ketinglar. Muhammad Solih shunaqa ko'chada yursa ham balonlarni o'sha velosipedining baloniga tinchlik bermaydi. Qo'llari kir bo'lib ketadi, qop-qora bo'lib uyga kelguncha tappak bo'lib ketadi. Keyin uyga kelganimizdan keyin kechga Muhammad Solihni mashinada aylantiramiz dedilar xo'jayinim, chunki kechqurun o'sha ko'chalar sovuq, piyoda yurish unchalik yaxshi emas mana bilan deydi. Mashinada aylanamiz deb, birinchi o'rinda BTSdan pochtamiz bor edi, uni berib, keyin mashinada yuramiz desak, Muhammad Solih o'sha ko'nmadi, mashinada o'tirishda yig'laverdi. Keyin yana uyga qaytib keldik-da, mashinani qo'yib uyga piyoda aylandik va biz har doimgidek eng sevimli do'konimizga, ya'ni Asadbekka keldik. Почти har kuni shu do'konga kiramiz desam, ishoninglar qizlar, har kuni kiramizda. Chunki faqat shu yo'ldan yuramizda, ko'pincha bizga o'yinda qaniydir shu yo'l. Aka kirib, mayda chuyda olib chiqdilar xo'jayinim, keyin o'sha yerda skameykasida o'tirib maza qilib yeb oldik. Uyga kelganimizdan keyin ovsinimning nevaralari Muhammad Solih bilan ular o'ynashdi. Bu qizcha ovsinimning katta nevaralari, hozir yana ikkinchi nevaralari ham shu yerda bor, videoda chiqadi. Bu katta nevaralar nihoyatda sho'xda, ishonasizlarmi? Nihoyatda. Faqat o'zini gapini ma'qullab turadi. Birinchi nevara bo'lgani uchun erkatoyda hamma ham birinchi nevarasini boshqacha erkalaydi-ku, xuddi shunaqada. Misol o'zimizda ham shunaqa Muhammad Solihni boshqacha erkalaymiz. Muhammad Solih bizda birinchi farzand bo'lgani uchun-da. Birinchi farzandimiz Muhammad Xolid o'tib qolgan, Muhammad Solih ikkinchimiz u. Boshqacha ko'yniga qarab erkalatamiz. U ham xuddi shunaqa. Bu ikkinchi nevaralari juda ham royish, gapga kiragan, spokойniy o'ynaydi. Keyin ular chiqib ketgandan keyin Muhammad Solih dadasi bilan ham o'ynatdi. Hech shu o'g'lim charchamaydi, zo'rg'a keyin kechasi uxlatib olaman. Hop, qizinkalar, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hali sizlar uchun zo'r yangiligimiz bor. Xudo xolasa, albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar.